Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomizda sitrus ko'chatlarini qanday qilib tuyalarga ekamiz, shu to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Bizdan ko'pchilik so'raydi, sitrus ko'chatlarini qanday qilib tuyalarda o'stirsa bo'ladi deb. Bugungi videoda shu ko'chatlarimizni tuyaga o'tkazishda bo'yicha barcha tajribamizdan o'tgan bilimlarimizni sizlarga berib boramiz. Videoni oxirigacha kuzating. Sitrus ko'chatlarini tuyaga ekishimizda asosan biz birinchi o'rinda tuya tanlashimiz kerak. Tuya tanlashimizda e'tibor beradigan narsamiz bu ko'chatlarimizni tuyaga ekishimizdan asosiy maqsad ko'chatlarimizni tomir sistemasi baribir kichkina idishda bo'lgandan keyin kichrayadi. Shuni hisobiga biz idishni kattalashtirishimiz kerak. Hozir mana ko'rib turgan ko'chatlaring 1 yildan beri shu paqirda hozir 3 yillik kunkuvat ko'chati. Bugun men sizlarga shuni tuyakka qanday qilib o'tkazamiz, shu to'g'risida to'liq videoda ko'rsatib beraman. Bu ko'chatimiz hozir tuyaga ekilgandan keyin 1 yil bo'ldi. Mana 1 yildan beri tuyada turibdi. Buni tomirlari devorlarga qisiladi. Albatta buni katta idishga o'tkazishimiz kerak. O'tkazishimizda asosan biz idishda iloji boricha kattaroq idish tanlashimiz kerak. Hozir mana qo'limda turgan idish 10 litrlik idish. Bu plastmassadan tayyorlangan. Endi siz buni xohlasangiz sopoldan tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz taxtadan, boshqa narsadan yasalgan tuya bo'lishi mumkin. Ularga ham eksangiz maqsadga muvofiq bo'laveradi. Faqat tuyaga ekishimizda kattaroq idish tanlaganimiz shuncha yaxshi. Chunki ko'chatimiz ekilgandan keyin buni tomir sistemasi bemalol joylashadi va oziq moddalarni so'rib olish uchun qiyinchilik bo'lmaydi ko'chatda. Kattaroq tuyaga ekishimiz kerak iloji boricha. Endi hozir men sizlarga ekib berayotgan ko'chatim shu tuyaga ekib ko'rsatib beraman. Tuyada tanlaganimizdan keyin asosan bunga e'tibor beradigan narsamiz dirnash sistemasi yaxshi bo'lishi kerak. Bu tuyagimizda mana maxsus monetida mana teshiklari bor. Buni ichiga solinadigan mana ko'rishlaring mumkin. Maxsus dirnash sistemasi uchun qo'yilgan. Buni asosiy qo'yishimizdan maqsad ko'chatimiz tagida suv to'planib qolmaydi, tomirlari chirishi kuzatilmaydi. Shuning uchun mana qo'yiladi. Endi buni birinchi o'rinda ko'chatlarimizni ekishdan oldin ko'chatimizni tagiga xohlasak nimaga o'xshagan po'kat sovorishimiz ham mumkin. Po'kat sovoradigan bo'lsak, po'katni maydalab turib, masalan, shunchalik qilinadi mana. Bu ashu suv chiqib ketishi uchun, dirnash sistemasi uchun yaxshi bo'ladi. Mana ko'rsatishlaring mumkin, ko'rishlaring mumkin. Mana shunaqa qilib sindirib turib, biz juda ko'p tuyalarimizga doim yil davomida ekkan tuyalarimiz hammasiga sovoramiz shunaqa qilib. Mana xuddi shunaqa qilib po'katdan sindirib sovoradigan bo'lsak, bu to'ka ham yengil havo o'tkazuvchan bo'ladi, ham namlikni yaxshi o'tkazishga yordam beradi. Xuddi shu holatda mana sovoradigan bo'lsak, orada bizda suv chiqib ketish sistemasi yaxshi bo'ladi, dirnash sistemasi. O'zi bu tuyagimizga mana tagida o'zi maxsus teshiklar qo'yilgan va o'zi ham suvni o'zi yaxshi totadi, dirnash sistemasi yaxshi chiqib ketadi. Yana ham yaxshi bo'lish uchun yoki bo'lmasam biz mana shu mayda toshlardan yoki shebang shunga o'xshagan narsadan sovursak ham bo'laveradi. Mana shunga o'xshagan toshlardan olamiz, eng pastki qismiga sovoramiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu sovorsak, bu ham suvni ravon chiqib ketish uchun bizga foydali hisoblanadi. Ko'chatlarimizni ekish uchun asosan tuproqni ham to'g'ri tanlashimiz kerak. Unumdor tuproqni olamiz. Unumdor tuproqdan keyin bizga maxsus biogumus hozirgi paytda mana hamma joylarda bor. Maxsus biogumusni kamida 30% qo'shishimiz kerak. 50% qo'shsak ham bo'laveradi. Bu ko'chatimizning unumdorligi, uni oziq moddalari ko'chatimizga zarur bo'lgani uchun shu biogumusdan oziq moddalar oladi. Biz buni ikkalasini to'kib turib mana teng miqdorda qo'shganmiz. Bu tuproq bilan buni aralashtirib olamiz mana. Biogumus oladigan bo'lsak, ko'chatimiz barglari yaxshi rivojlanadi va tomir sistemasidagi oziq moddalar so'rish yaxshi bo'ladi. Mana maxsus aralashtirib olganimizdan keyin mana bizda tayyor aralashma hosil bo'ldi. Endi bunga torf bo'lsa, torf qo'shib yuborsak ham bo'ladi. Endi hozir bizda yo'qligini sizlarga ko'rsatmadim. Torf qo'shadigan bo'lsak, torfda ham yaxshi natija beradi. Biz doim ko'chatlarimizni ekishimizda mana ko'chatlarimizni ham ko'rishlaring mumkin. Tagiga biogumus solganmiz. Shular ekkanimizda ham xuddi shunaqa holatda ekilgan.
ko'chatlarimiz mana уже o'syapti. Shular tuvaga ekilgandan keyin o'suv boshlangan, o'syapti mana. Hozir shu ko'chat sizlarga tuvakka ekamiz. Tayyorlab bo'lganimizdan keyin mana tuprog'imizni maxsus idishimizga bundan solamiz mana. Tuprog'imizni balandligi ko'chatimizga taxminan ana shu tuprog'imizni o'zi ko'chatimizni tepasiga tuprog'i bilan teng bo'lishi kerak. Tepadan yana suv quyadigan joy ham qolishi kerak bizda. Shuni hisobga olishimiz kerak. Mana tuproqni soldik. Solganimizdan keyin mana ko'chatimizni paqirchasini 3 tomondan kesib yuboramiz. Buni asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa ko'chatimizni olishimizda tuprog'i maydalanib ketmasligi kerak. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Bo'lmasam tomirlari uzilishi, ko'chatimiz yana qurib qolishi mumkin. Mana ko'chatimizni ko'rayotgan bo'lsalaring 3 ta tomondan kesyapmiz. Kesib mana ko'chatimizni tuprog'ini ehtiyot qilgan holatda paqirchadan chiqarib olamiz. Sitrus ko'chatlarni o'zi asosan shu paqirchaga ekilgan holatda olish kerak. Mana ko'chirib olganimizda ham buni chekkasi mana ehtiyot qilib olingan. Tomirlari bilan turibdi hozir mana. Biogumuz ham solingan. Eng ustki qatlamiga yana qo'shimcha biogumuz solib qo'yganmiz. Endi ko'chatimizni moslab ko'ramiz. Agar ko'chatimiz pastda bo'ladigan bo'lsa, yana tagiga tuproq solamiz. Hozir solgan tuprog'imiz jicha oz ekan, yana jicha tuproq solamiz tagiga. Yana endi ko'chatimizni qo'yishimiz mumkin. Ko'chatimizni qo'yishda ham e'tibor berishimiz kerak. Ko'chatimiz xuddi shu tuprog'i baravar holatda tuproq bilan to'ldirish kerak. Bundan juda ko'p yuqori ko'p sovoradigan bo'lsa ham bo'lmaydi. Xuddi shu holatda qo'yiladigan bo'lsa, ham ko'chatimiz suv ichish uchun ham joy qolyapti. Ko'chatimiz to'g'ri qo'yilganligini qaraymiz, har tomonlama ko'chatimizni to'g'ri o'rnashtirganimizdan keyin uni yoniga yana tuproq solamiz. Uni yonlarini tuproq bilan to'ldiramiz. Albatta bunda ko'chatimizga tomirlariga havo kirmasligi kerak, shuni hisobga olgan holatda yonlarini qo'limiz bilan sekin-sekin bossak, tuprog'ini maydalab olmasligimiz kerak. Shunda ham e'tibor berganimizki, shunda ham yana e'tibor berishimiz kerakki, tuprog'ini bosganimizda o'zini tuprog'i maydalanib ketmasligi kerak ko'chatni. Shuni hisobga olishimiz kerak. Mana bir qator bosdik ko'chatimizni. Mana ko'chatimiz tayyor. Endi bu ko'chatimizga ma'lum bir miqdorda suv quyishimiz kerak. Bu endi ko'chatimiz yoshiga, idishimizni hajmiga bog'liq. Mana ko'chatimiz suvimizni totib bo'ldi. Endi bunga yana maxsus yorug'lar paydo bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana monetada hozir mana havo kirishi mumkin. Xuddi shu joylarga tuproqdan tashab, bir qator yana qo'limiz bilan bosib qo'yamiz. Bundan maqsad shu tomir sistemasiga havo kirmasligi. Mana ko'chatimiz tayyor bo'ldi. Bu ko'chatimizni xonadoningizda yoki ofisingizda xohlagan joyingizga qo'yib bemalol o'stirib rivojlantirishingiz mumkin. Xudo xolasa shu ko'chatimiz bir yildan gullaydi. Kuz oylariga borib, xudo xolasa kun-quvvat mevasini qiladi. Agar sizda qanaqangi savollar bo'lsa, qanaqangi bir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga javob beramiz. Keyingi videolarimizni vaqtida ko'rish uchun, keyingi videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling.
Videomizga like bosib, sitrus-ko'chatlar bilan shug'ullanuvchi, qiziquvchi do'stlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.